Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, mana bugun 8-oktyabr Mevacha bog'iga keldik. Ishdan kelib biroz dam olishim kerak, damda olmay keldim. Obunachilar talablariga muvofiq bu haqida ma'lumot bermayapsiz deydi. Dam olmasdan keldim mevacha terishga. Sizlarga ma'lumot berishga. Bu yagida go'ji degani tarkibi juda kuchli narsa. Tarkibida 21 ta mikroelement bor. Kaliy, kalsiy, magniy, sink, selin, yod, kobalt, germaniy. Germaniy degan elementi bu har bir insonda uchraydigan onkologik hujayralar bo'ladi. Har bir odamda bor onkologik hujayralar. O'sha hujayralarning rivojlanib ketishini bloklab turadi. Chunki onkologiyasiga borib qolmaydi, doim iste'mol qilib yurgan odam. Buni iste'mol qilmay yurgan odam nasriyasi tushadi, imun tushadi. Onkologik kasalga chalinib qolgan o'zi bilmayapti. Kimning qanchadan qancha odamlar hozir onkologiyaga chalinib qolgan. Yoki jigar siryozga chalinib qoladi. Imun tushdimi kasallik kelib chiqaveradi-da. Har qanday kasal ham kelib immunga ulanaveradi. Agar immunitingiz kuchli bo'lsa, hech qanaqa kasal sizga xavf sololmaydi, hech qanaqa. Keyin 21 ta mikroelement bor. 18 ta amino kislotasi bor. 18 ta amino kislota, hattoki limonda ham 18 ta amino kislota bo'lmaydi ekanda. Mana asalor sutida ham 18 ta bo'lmaydi deyilgan. Bunda 18 ta amino kislotasi bor. 8 ta polisaxaridi bor. 8 ta monosaxaridi bor. 8 ta bikarotin deganlari bor. Keyin mana antioksidant deganlari ham bor. Antioksidantlar ham juda bir hujayrani himoya qilib turganda doimiy. Keyin tarkibida 3 ta polisaxaridi, 4 ta polisaxaridi bor. LB12, LB11, LB13, LB4 degan. Ular ham juda foydali narsa. Keyin mana dengiz mahsulotlarida bo'ladigan omega 3, omega 6 uglevod jirlari ham bor. Ular asli dengiz mahsulotida bo'ladi. Lekin bu yagida gojini ham tarkibida bor ekan shular. Keyin vitaminlarga ham juda boy. Vitaminlardan qaysilari? Vitamin C bor, vitamin A bor, vitamin E bor, vitamin B'lardan B1 bor, B2 bor, B6 bor, B9, B12 bor tarkibida. Mana odam sog'lom yashash uchun vitaminlar juda bir zarur. Ayniqsa mana B vitamini. Tashqaridan B vitamini hech kim ola olmaydi organizmga. Faqat shu yegan ichgan meva-chevalardan olinadi. Endi bu kasalliklarga keladigan bo'lsak, bu har qanday kasalga to'g'ri kelaveradi. Faqat mumkin emas degan joyi bor. O'sha mumkin emas degan joyiga mana yosh bolalar 3 yoshdan pastiga mumkin emas. Keyin mana beremenli ayollarga mumkin emas. Keyin emizikli ayolga mumkin emas. Keyin temperatura qilib turgan payti mumkin emas. Qizil narsaga allergiyasi bor insonlarga ham mumkin emas iste'mol qilish. Ularga iste'mol qiladigan bo'lsa, bu rangi qizil-ku, ularga allergiya beraveradi. Lekin allergiyani o'zi uchun foydali narsa bu. Keyin buning xususiyatlari nimalar? Go'jining xususiyatlari. Immunni ko'taryapti, qonni suyultiryapti, qonni tozalayapti, qon aylanishini yaxshilayapti, modda almashuvini yaxshilayapti, ichaklarni tozalayapti, qabziyatni oldini olyapti, hazmni yaxshilayapti, o't qopidagi dimlanishni olyapti, jigarni tozalayapti yog'lardan, toksinlardan, buyrakni tozalayapti qumlardan, toshlargacha maydalab tushiryapti. Endi men mana meditsinani ko'p kuzatyapman. Shunaqa kuchli vrachlar chiqib leksiyalar o'qiyapti. Mana da 70-80% kasallik kelib chiqishi ichakdan ekan. Mana o't dimlanadi, ichakda hazm buziladi, yegan ichgan ovqat chiriydi ichakda zaharlanish bo'ladi.
bu badanga beradigan toshmalar, og'doqlar ham bari shu ichakdan. Mana ko'zni nuri haqida hozir juda ham bir tot ketyapti. Ko'zni nurini ham olib qaraydigan bo'lsangiz, kelib chiqishi ichakdan bo'lyapti. Chunki hazm buzilyapti, ichakda zaharlanish bor, qon quyuv, qonni suyultiradigan nima qilsa, ichaklar suyultirib beradi. Va ich qotib odamda qonni suyulishi qaydan bo'lsin? Bana ko'zda tomirchalarda qon yaxshi aylanmadimi, qon quyuvmi? Ko'zni nuri kun sayin silablashib boraveradi. Bir xil insonlarda ko'ryapman, shu qon topshirishga bir ham turi kelib qoladi, borib qo'yamda ko'raman. Qon chiqmaydi-da. Shunchalik darajada quyuvlashib ketgan. Barakallash organizmiga shuni majburan yashatib turibdi ham. Hozir kimga, yoshlarga qarasangiz ham qoni quyuq. Qon quyuq bo'lgandan keyin qanday bo'ladi? Ko'z nuri ham silablashib boraveradi. Shu uchun iste'mol qilish kerak yagida go'jidan. Buni qilayotgani ishi nima? Qonni suyultiradi deyapmiz, immunni ko'taradi. Immun yaxshi bo'lsa hech qaysi bir kasal xavf sololmaydi inson hayotiga. Mana ichaklarni yaxshi tozalaydi. To'g'ri, ichakni hozir o'zingizcha tozalasangiz ham bo'ladi. Yaxshi tozalaysiz. Lekin bir marta tozalaysiz, bir haftadan keyin yana ichak qotishadi. Buni iste'mol qilib yuradigan bo'lsangiz, hech qachon sizni ichingiz qotmaydi. Ich doim me'yorda keladi. Shu meditsinada o'qiyapman. Kuniga 1, kuniga 2, kuniga 3 marta katta hojatga chiqadigan bo'lsa ham ichagingni tozala deyapti. Shular bir nimani bilsa kerak, ichakni tozala deb aytishyapti. Shunaqa odamlarni eshityapman. Bir haftada 10 kunda bir marta katta hojatga chiqadi deydi. Uni ichida nima uyapti, uni Xudo biladi. Shu uchun birinchi o'rinda ichni tozalash kerak. Mana ichni mana shu yagida go'jilar juda bir yaxshi tozalab beradi işte. Doimiy iste'mol qilsangiz ichingiz umuman qotmaydi. Doim bir me'yorda kelib turadi. O'sha uchun harakat qilingizlar iste'mol qilishga. Buni iste'mol qilib yurgan odam semirib ham ketmaydi. Mana tanadagi keraksiz yog'larni eritib, keraksiz suyuqliklar chiqaradi deyilgan. O'shanda odam semirmaydi ham, semirib ketmaydi qisqasi. Keyin odamni yoshartiradi deyilgan. Yoshartirishning evazi qaydan bo'lyapti? Mana mayda kapillyar qon tomirchalari qon yurdimi? Mana yuzingizda, ayniqsa qo'llarda qon yurdimi, shu yerda terisi mana burishib, ajin tushib qolmaydi. Ajin tushmagandan keyin odam yoshargandek ko'rinadi. Ko'p odamlarga qaraysiz, ajin tushib qolgan, o'zi yosh bo'lsa ham. O'zi mana mayda kapilli qon tomirchalarida qon yurmay qolgan, qon quyuqlashib. Mana uzoq umr ko'rishga yaxshi deb, umrni uzaytiradi deyilganda. Umrni uzaytirishi nimadan bo'lyapti? Mana ichaklarni yaxshi tozalayapti. Ich qotmagandan keyin odam sog'lom bo'lgandan keyin, qon suyuq bo'lgandan keyin, immun kuchli bo'lgandan keyin yashab ketaveradi-da uzoq yil, uzoq umr ko'rib. Mana davlatimiz ozmi ko'pmi pensiya berib turibdi. Uzoq yashaganlarga. Nevara, shivara, evralarga qarab yuribdi-da. Umri uzoq bo'lsa, sog'lom bo'lsa, birovga ziyoni tegmasa, birovning qo'liga qarab qolmagan bo'lmasa. Shu uchun harakat qilingizlar. Uzoqroq yashash uchun, sog'lom yashash uchun go'ji iste'mol qilingizlar. Har bir xonadonda 2 dona o'sish kerak buni, har bir xonadonda. 2 dona go'jining mahsuloti bitta oilaga yetadi, 3-4 kishiga. Buni mana barglardan ham iste'mol qilsa bo'ladi. Xuddi choyda yoqib quritib iste'mol qilib ketaverasiz. Bargi ham shifo baxsh. Ta'ji bir xil kliniklar ham aytadi, bargi ham tugadi deydi. Mana qalamchalarni, tanachalarni sindirib choy qilib ichyapmiz deydi. Men aytaman, to'g'ri qilasizlar. Organizmga kirsa, ishni yaxshi tozalab tursa, tanasimi, bargimi, mevasimi bari foydasi bor. O'sha uchun qiziqingizlar. Mana kommentariyalarga ulgurolmayapman yozishga. Ishga ketaman, ishdan charchab kelib 1-2 soat dam olaman, mevacha terishga kelamiz. Shu kecha kechqurun ishlaydim, o'zi ham 2-3 gacha yozdim kommentariyalarga. Har qaysiga javob berib o'tyapman, qo'limdan kelgancha. Telefonlarni ko'tarilmayapman. 4 tomonda 4 ta kamera turadi.
kerak bo'lsa ovozgacha ham yozib olyapti. Ishxonaga mumkin emas telefon ishlatish. Bir balo qilib yashirib sintirib kommentariy yozyapman ekan. Gaplashishimda iloji yo'q. Gohida rulda bo'lib qolaman, gohida uyda meva terishda bo'lib qolaman. Kimga ma'lumot kerak bo'lsa, iloji boricha qo'ng'iroq qilingizlar. Birdan bo'lsa birda tushib qolarsizlar. Ma'lumot to'liq beraveraman. Lekin iste'mol qilingizlar. Nafaqat ko'z nuriga, bu deyarli hamma kasallarga, men davlinaga ham, saharga iste'mol qiladiganlarda qondagi qand miqdorini kamaytirib, insulin ishlab chiqishini yaxshilaydi degan. Ichaklarni yaxshi tozalagandan keyin mana oshqozon osti o'zi ishlab ketadi. Biz nima qilyapmiz? Oshqozon ostini ishlatmasdan turib, ovqat yer emas, yeb bo'lgandan mezinda urib olamiz. Mezinda urgandan keyin oshqozon osti bezi qaydan ishlasin? Unga yordamchi doim kelib turgan biza. Shu uchun mezindan ko'ra ovqat sal kamroq yeyish kerak. Qorin to'ymasdan turib ovqat yeyishni to'xtatish kerak. Kechqurungi ovqatni qarong'i tushgancha yeb olish kerak. Qarong'i tushgandan keyin yotishdan ilday yeb yotish shart emas. Hamma kasallik mana shundan kelib chiqyapti. Kechqurun ovqatni zo'r qilib yeb olamiz. Keyin kechasi bilan oshqozon, jigar, yurak kechasi bilan ular dam olmay ishlab chiqadi. O't qopi tashamaydi kechga borib. Keyin uyqudan turamiz, charchab, ezilib, boslig'ib, bari hazmda buzilishidan bo'ladi. O'sha uchun ovqatni yeyishni sal madaniyatini ham o'rganishimiz kerak. Bu turishga o'zimiz sog'lig'imizni o'zimiz yeb boraveramiz. Har bir insonning o'zini ichida o'zini bir doktori bor-da. Har qanday kasalni ular o'zi yengib beradi. Lekin shularga biz yordam qila olmayapmizmi? Shu ichimizdagi doktorimizga hech bo'lmasa mushayt qilmaylik. O'zlari ishlayversin. Kechga qorin to'yg'izib qo'yamizdan keyin o't tashamaydi, oshqozon uni ishlataman deb charchaydi. Keyin chala-churpoq jigar qonni tozalaydi. Jigar keyin tanaga chiqarib yuboradi. Tanada har xil toshmalarni ko'rsatib yuboryapti, og'doqlar chiqib ketyapti, bari shu ichakdan. O't dimlanadi. O't tashamaydi, ichak hazm qila olmaydi oshqozon. Barakalash organizmimizga haqiqatan bir kuchli bir Alloh tomonidan juda bir kuchli ishlab chiqilgan. Biz harakat qilmasak ham o'zlari harakat qilib o'tadi. Lekin shuni harakatiga bizlar yordam emas, faqat mushayt qilamiz. Tanamizdagi doktorimizga. Shuni mushayt qilmaydan keyin yordam qila olmaymiz, shu ovqat yeyishimizga sal e'tiborli bo'laylik. Qorinni to'yg'izib ovqat yemaslik kerak. Kechga ham ovqat yemaslik kerak. Qarong'i tushgandan keyin juda bir ochqab ketsa, soat 10:00 meva-cheva yeb qo'yish kerak. Keyin odam o'zini sal bir xursand sezish kerak doim. Xo'mrayib yashamaslik kerak. Xo'mrayib xafa bo'ldingizmi, appetit ham bo'g'iladi, hazm ham buziladi. Ana shu tomonlardan ehtiyot bo'lingizlar. Iloji boricha shu anaqa o'tish kerak. To'g'ri ovqatlanishga. Mayli, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'lingizlar. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, kommentarlarga yozib qo'ng'iroq qilib turingizlar iloji boricha. Mayli, sog' bo'lingizlar. Salomat ko'rishaylik.